Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib boruvchi obunachilar, Agrozamin mevali ko'chatlar gruppasini kuzatuvchilar, mana ko'rib turgan joylaring 3 gektar yer maydonida ko'chatchilik tashkil qilganmiz. Ko'chatchilik putovnigimiz bizni bu ko'chatxonamiz. Kimga qanaqa ko'chatlar xudo xolasa zarur bo'lsa, kuzga payvand qilib beramiz. Ishonchli ko'chatlar kelib ko'rib, ustida kaltalaring bo'lsa, hali ishonchli kaltalar olib kelib berasizlar, agatlarga ulab beramiz. Bu yerda har xil ko'chatlarimiz bor. Shaftoli, o'rik, gilos, olma, nok, yangi payvandlar ham ekdik bu yerga. Ulardan ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Doim video qo'ya olmayapmiz, o'rtoqlar, ish ko'payib ketdi dalada. Agar bizni kuzatadigan haqiqatda odamlar bo'lsa, kommentariyaga yozib kelsalar, xursand bo'lamiz. Endi xudo xolasa mana ishlar sal yengillatib, mevalar pishadi, videolar qo'yishda yana davom etamiz. Bu yerga mana yangi sortlardan bog'lar tashkil qilib qo'ydik. Ichiga ko'chat ekdik. Hozir suv ochyapmiz. Suvlar zo'r. Ko'z tegmasin. Yurtimizda mana shunaqa suvlar mo'l ko'l, dehqonlarni ekkan ekinlari umuman shu dehqonchilikka suv kerak, suv bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu bizni tirikchiligimiz, bizni bas butun o'zi yerda shu suv boqatda yer bilan. Suv zo'r bo'lsa, dehqonchilik ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa suvlar zo'r. Farg'onada suvlar ochyapmiz, suvlar ketyapti o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, videolarimizga like bosishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.